Assalomu alaykum akalar, navbatdagi zakazlarimizni ham yuklash arafasindamiz. Isuzu'miz kelgan, manipulyatorimiz. Xudo xohlasa Xorazm, Samarqand qilib yetkazib beramiz. Bu yerda 10 tadan oshiq kat yo'limiz bor, bir 11 ta yo 12 ta. Hozir aniq soni esimda yo'q. 10 tadan oshiqroq. 200 ham bor, 300 ham bor, 350 ham bor. Ama orqasida ham bular ham tayyor bo'lyapti. Xudo xohlasa bularni ham 1-2 kunda tayyorlab egalariga yetkazishga harakat qilamiz. Aytib o'tganimizda 200, 300, 350 aralash hammasini motori 220 motorda. Ichkarida motorlari ham tayyor bo'lib qolgan. Mana bular. 220 двойной редуктор. Bular hammasi mana bu joyda ham tayyor. Xo'p, mana bu joyda ham. Mana bu yerdagilar ham. Hozir mana kerak-kerakini olib yuklab, xudo xolasa bugun chiqarib beramiz. Bemalol zakaz beraverasizlar. Hozir tayyorlari 150, 200, 300, 350, 500 gacha xudo xolasa tayyorlab yetkazib beryapmiz. Bu tarafdagi 300 lar ekan kattalar mana. Bir qator 300 lar chiqqan.